أحسن الله إليكم. قال Alloh sizga المصنف yaxshilik ato رحمه الله qilsin ustoz. تعالى: ولا Muallif بد rahimahulloh علينا aytadi: شهادة أن La لا ilaha إله إلا illalloh الله shahodatiga da'vat وقوله qilish bobi. تعالى: قل Alloh هذه taolo aytadi: سبيلي Ayting, أدعو إلى mening yo'lim الله shudir. Men على Allohga da'vat بصيرة qilaman. أنا ومن Men va menga اتبعني. ergashgan kishilar الآية. aniq hujjatga, عن ابن ishonchga عباس رضي egamiz. الله عنهما أن Yusuf رسول surasi الله صلى الله عليه 108-oyat. وسلم لما بعث Ibn معاذ Abbos إلى roziyallohu اليمن قال له: anhumodan rivoyat إنك qilinadi. تأتي Rasululloh قوما من أهل sallallohu alayhi الكتاب vasallam Muoz فليكن أول roziyallohu ما anhuni تدعوهم Yamanga بشهادة yuborayotganlarida أن لا shunday إله deganlar: إلا الله، Sen ahli وفي kitob رواية bo'lgan إلى qavm أن oldiga يوحدوا boryapsan. الله. Shunday ekan, فإنهم eng أطاعوك avvalo ularni بذلك Allohdan o'zga فاعلمهم haq أن iloh الله افترض yo'qligiga عليهم da'vat qil. 5 صلوات Boshqa في كل rivoyatda يوم Allohni وليلة yagona haq iloh فإنهم deb أطاعوك guvohlik berishga لذلك chaqir deyilgan. فاعلمهم أن الله Agar افترض ular bunda عليهم senga itoat صدقة qilsalar, تؤخذ من Alloh ularga أغنيائهم har kecha فترد على kunduzda 5 mahal فقرائهم namozni farz منهم خمس qilganini bildir. صلوات في كل Agar يوم bunda senga وليلة itoat qilsalar, فإنهم Alloh أطاعوك ularga لذلك boylardan olinib, فاعلمهم أن الله faqirlarga افترض beriladigan عليهم zakotni farz صدقة qilganini تؤخذ bildir. من Agar أغنيائهم bunda ham فترد senga على itoat qilsalar, فقرائهم ularning فإنهم أطاعوك mol-mulklaridan eng لذلك yaxshilarini فإياك zinhor olmagin. والكرائم أموالهم Mazlumning duosidan ehtiyot واتق bo'lgin, دعوة chunki u المظلوم bilan Allohning فإنه o'rtasida ليس to'siq بينها yo'qdir. وبين Imom الله Buxoriy va Imom حجاب. Muslim rivoyati. أخرجاه. نعم. Ha, insonlarni Allohdan o'zga haq الدعاء إلى iloh yo'q شهادة أن لا degan إله إلا shahodatga الله chaqirish وهي barchaga joriy qilinishi lozim bo'lgan مبذولة farzdir. لكل أحد، U يجب أن barcha تبذل insonlarga لكل أحد ochiq-oydin taqdim etiladigan da'vatdir. ولكل الناس Chunki butun insoniyat Alloh مبعوثون taboraka va إلى taoloning الدخول في دين diniga الله kirishga تبارك da'vat وتعالى. etilgandir. Shuning uchun وهي Nabiy النبي صلى sallallohu الله alayhi عليه vasallam وسلم بعث butun إلى الناس ummatga, ya'ni كافة، insoniyatning barchasiga payg'ambar qilib yuborilganlar. والأمة كما Ulamolar قال ummat أهل ikki xil العلم bo'ladi أمتان: deyishgan. أمة Birinchisi الدعوة وأمة da'vat الاستجابة. ummati, ya'ni islomga da'vat qilingan va والناس islom كلهم chaqirig'i yo'naltirilgan insonlar. الذين Ikkinchisi يعيشون على وجه الأرض istijoba اليوم ummati, ya'ni هم من o'sha أمة da'vatni الدعوة، qabul qilgan va unga يعني ijobat توجه qilganlar. لهم الدعوة، Bugungi kunda yer yuzida yashayotgan يدعون barcha إلى insonlar da'vat شهادة أن لا ummatining bir إله إلا qismidir. الله وأن Ya'ni محمدا ular رسول الله، risolat كلهم yetkazilishi kerak bo'lgan Allohdan بغض o'zga haq النظر iloh من yo'qligiga انتماءاتهم va Muhammad وأديانهم sallallohu alayhi vasallam Allohning rasuli وسكانهم ekanligiga وبلدانهم guvohlik كلها، berishga da'vat بل هم etilganlardir. أمة الدعوة، Ularning يجب أن توجه nasl-nasabi, لهم dini, yashash joyidan الدعوة. qat'iy nazar من ularning قال bari لا إله da'vat إلا الله ummati شهد أن لا hisoblanadi. إله وأن محمد Endi رسول الله mana shu شهد له da'vat هذا من أمة etilganlardan الاستجابة. kimki la ilaha صار من illalloh أمة Muhammadur Rasululloh deb الاستجابة. musulmon bo'lsa, فكل uni الناس istijoba يجب أن ummatidan يدعوا deyiladi. Shu إلى bois دين الله، har bir ولا kishi يجوز لنا أن Allohning نقصر diniga في da'vat هذا الجانب، etilishi وهو الدعوة lozim. إلى دين الله Allohning diniga تبارك chaqirishdek ushbu muhim وتعالى، vazifani إما e'tiborsiz qoldirishimiz بأنفسنا joiz أن ندعو emas. وندعو إلى الله Biz buni بكل shaxsan o'zimiz amalga يعني oshirishimiz أهل mumkin. علم Ya'ni agar yetarli عندنا من bilim, العلم ما qobiliyat يكفي، hamda moddiy va jismoniy وعندنا imkoniyatga ega القدرة bo'lsak, المادية tashqariga chiqib والجسدية، odamlarni Allohga وبذلك chaqirish orqali ندعو إلى الله yoki تبارك bilvosita وتعالى da'vat يجب علينا qiluvchilarni الدعوة. qo'llab-quvvatlash, وإلا voizlarga homiylik qilish, أن foydali نتكفل بمن kitoblarni nashr ettirish, islomiy ككفاية الدعاة veb-saytlarni مثلا yuritish va boshqa shunga وطباعة o'xshash الكتب yo'llar bilan أو Allohning المواقع dinini yoyishda أو غير ishtirok ذلك من etishimiz kerak. الأمور، Alloh بحيث أن taolo o'z الإنسان payg'ambari Muhammad يشارك في sallallohu دعوة alayhi الله vasallamga تبارك shunday degan: وتعالى، Ayting, كما قال الله mening تبارك yo'lim وتعالى shudir. لنبيه محمد Men صلى الله Allohga عليه da'vat وسلم: qilaman. Men va menga ergashgan kishilar aniq قل hujjatga, هذه ishonchga سبيلي egamiz. أدعو إلى Yusuf الله على surasi بصيرة أنا ومن 108-oyat. اتبعني. Bu oyatdagi eng muhim سبحان so'z الله وما men أشبه. va menga ergashganlar قل هذه basirat bilan, سبيلي أدعو ya'ni إلى الله aniq hujjat bilan da'vat qilamiz على degan بصيرة، so'zdir. أهم شيء Demak, bizlar أنا ham ومن barchamiz اتبعني، أن نكون aniq كذلك dalil أول va شيء. ishonch bilan ونحن insonlarni كلنا Allohga da'vat مطالبين qilishga بالدعوة إلى الله تبارك buyurilganmiz. وتعالى، وأن تكون Abdulloh ibn دعوتنا Abbos على roziyallohu anhuning بصيرة. hadisida Rasululloh حديث sallallohu ابن alayhi عباس vasallam Muoz أن ibn رسول الله Jabalni صلى الله عليه Yamanga وسلم بعث yuborganlari معاذا إلى اليمن هذه السنة hijratning العاشرة 10-yili sodir bo'lgan edi. من O'shanda الهجرة. بعث payg'ambarimiz الرسول صلى الله sallallohu عليه alayhi وسلم معاذ vasallam بن Muoz جبل ibn وأبا Jabal va موسى Abu Muso al-Ash'ari الأشعري roziyallohu إلى anhumoni اليمن Yaman يدعوانهم xalqini Allohga إلى ibodat عبادة qilishga الله da'vat qilish uchun تبارك jo'natayotib shunday وتعالى. deganlar: قال: Sen إنك ahli تأتي kitob bo'lgan qavmning قوما أهل oldiga الكتاب bormoqdasan. Bu yerda payg'ambarimiz لينذرهم sollallohu alayhi vasallam Muoz إلى roziyallohu anhuning diqqatini bu kishilarning أن هؤلاء ahli kitob كافرين ekaniga, عندهم علم ya'ni ularning كالمشركين avvaldan bilim va kitobga ega ekanliklariga va الوثنيين، ular mushrik, هؤلاء عندهم كتاب butparastlarga عندهم علم. o'xshamasligiga ولذا qaratganlar. أرسل النبي صلى الله Ularda عليه وسلم bilim محمد بن borligi أبا uchun موسى ham الأشعري من payg'ambarimiz علماء sollallohu الصحابة alayhi vasallam رضي o'zlarining الله عنهم. sahobalari orasidagi eng وهكذا الذي bilimdon يدعو إلى الله bo'lgan تبارك ikki kishi وتعالى لابد أن Muoz يسأل ibn لها Jabal va Abu Muso بالعلم. al-Ash'ari roziyallohu قال: anhumoni ularga yuborganlar. فليكن Demak, أول ما kimki تدعو إلى Alloh azza شهادة va أن لا jalla إله diniga إلا الله، da'vat qilar ekan, u أول شيء وهي albatta التوحيد، ilm bilan qurollangan bo'lishi أهم من kerak. كل شيء So'ng payg'ambarimiz أن sollallohu يوحدوا alayhi الله vasallam تبارك dedilar: Shunday ekan, وتعالى. ularni فإنهم dastavval أطاعوا، da'vat qiladigan يعني قبلوا narsang هذه la الشهادة وقالوا ilaha بها
illalloh shahodati bo'lsin. Ya'ni eng avvalo hal qilinishi kerak bo'lgan masala tavhiddir. U hamma narsadan muhimroqdir. Maqsad ularni Allohning yagonaligini iqror qilishga erishishdir. Agar ular senga itoat qilsalar, ya'ni bu shahodatni qabul qilib, uni chin qalbdan aytib,
Allohning diniga kirsalar, keyin ularga muhimligi jihatidan tavhiddan keyingi o'rinda turadigan namoz, zakot, ro'za, haj kabi islomning qolgan ahkomlari haqida xabar berdiganlar. Ammo da'vatning boshlanishi har doim tavhiddan bo'lishi, ularni Allohdan boshqa haq iloh yo'q va Muhammad Allohning rasuli deb guvohlik berishga chaqirish bilan bo'lishi shart. Hadisning davomida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Alloh ularga boylaridan olinib, faqirlarga beriladigan zakotni farz qilganini bildir. Agar bunda ham senga itoat qilsalar, zakot uchun ularning eng yaxshi mol-mulkini olishdan saqlan. Mazlumning duosidan ehtiyot bo'lgin, chunki u bilan Allohning o'rtasida to'siq yo'qdir. Ba'zi ulamolar mazkur hadis zakotning hammasini faqat bir toifaga berish mumkinligiga dalolat qiladi deganlar. Ma'lumki, Qur'onda zakot 8 toifa insonlarga beriladi deyilgan. Bu haqida Alloh taolo shunday degan: Albatta sadaqalar, ya'ni zakotlar Alloh tomonidan farz bo'lgan holda faqat faqirlarga, miskinlarga, sadaqa yig'uvchilarga, ko'ngillarni islomga oshna qilishga, qarzdor kishilarga va Alloh yo'lida, ya'ni jihodga yoki hajga ketayotganlarga hamda yo'lovchi musofirlarga berilur. Alloh bilim va hikmat sohibidir. Tavba surasi 60-oyat. Zakoti ko'proq bo'lgan kishi uchun eng afzali, agar 8 toifa topilsa, uni 8 toifaning barchasiga taqsimlashdir. Imom Shofiy rahimahullohning mazhabiga ko'ra, kishi zakotining hammasini faqat bir toifaga berishi joiz emas. Lekin aksar ulamolarning fikricha uni faqat bir toifaga berish joizdir. Bu fikrga mazkur hadisdagi boylaridan olinib kambag'allariga beriladi degan qismi dalil bo'ladi. Chunki bu hadisda faqat bir toifa, ya'ni faqirlar zikr qilingan. Demak, hadisda boylaridan olinib kambag'allariga beriladi deb faqat bir toifa, ya'ni faqat kambag'allar zikr qilindi. Bu esa zakotning hammasini faqat bir toifaga berish joizligiga dalolat qiladi. Shuningdek, hadisning mazkur qismidan yana bir hukm kelib chiqadi. Bu masala shuki, aslida zakot ma'lum bir shahar yoki mamlakatning boylaridan olinib, aynan o'sha yurtning kambag'allariga beriladi. Aslida mana shunday. Biroq, ehtiyoj yuzasidan zakotni o'sha shahardan boshqa joyga chiqarish joizdir. Masalan, birinchidan muayyan bir joyda moliyaviy qiyinchilik va zarurat bo'lsa, ikkinchidan zakot beruvchi kishining qarindoshlari boshqa yurtda bo'lib, ularga zakot orqali yaxshilik qilishni xohlasa, uchinchidan yoki boylar yashaydigan shahar faqirlari to'liq ta'minlangan bo'lsa va zakotni qabul qiladigan birorta kishini topa olmasalar, bunday hollarda zakotni boshqa musulmon o'lkalarga yuborish mumkin bo'ladi. Keyin u zot sallallohu alayhi vasallam aytdilar: ulardan eng yaxshi mol-mulklarni zinhor olmagin. Ya'ni bu gap zakot haqida, xususan ekinlar, mevalar, chorva hayvonlardan olinadigan zakot haqida aytilmoqda. Eng yaxshi mol-mulklarni olma degani, boylardan zakot olishda eng sifatli yoki eng qimmat hayvonlarni tanlab olish mumkin emas, balki zakot yig'uvchi kishi boylarning mollaridan o'rtachasini oladi. Shunda u kambag'alga ham zulm qilmaydi, boyga ham zulm qilmaydi. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mazlumning duosidan qo'rq, chunki u bilan Alloh o'rtasida hech qanday to'siq yo'q dedilar. Ibn Taymiy rahimahulloh bu hadisni shunday sharhlagan: garchi o'sha mazlum kishi kofir bo'lsa ham, uning duosi rad etilmaydi deganlar. Ya'ni kitob ahlidan bo'lsa ham unga zulm qilish man etilgan, chunki zulm haromdir. Hatto musulmon bo'lmaganlarga nisbatan ham. Muallif rahimahulloh aytadi, Sahl ibn Sa'd roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Xaybar kuni: men ertaga bu bayroqni Alloh va uning rasulini yaxshi ko'radigan, Alloh va uning rasuli ham uni yaxshi ko'radigan kishiga albatta beraman. Alloh uning qo'li bilan fath qiladi dedilar. Odamlar tuni bilan uni kimga berishlari mumkin deb gaplashib chiqishdi. Tong otgach, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga borishdi. Har kim o'ziga berilishini orzu qilardi. Shunda u zot: Ali ibn Abu Talib qani dedilar. Uning ko'zlari og'riyapti deyishdi. Unga odam yuboringlar dedilar. Uni olib kelishdi. U zot uning ko'zlariga tuflab, haqqiga duo qilgan edilar. Shu zahoti butkul tuzalib, xuddi ilgari umuman ko'zi og'rimagandek bo'lib qoldi. So'ng u zot bayroqni unga berib shunday dedilar: ularning maydoniga kirib borguningcha shoshilmay, ohista borgan. Keyin ularni islomga da'vat qilgan. Ularning zimmasiga Allohning haqlaridan nimalar vojib bo'lishini aytgan. Allohga qasamki, Alloh sen tufayli bir kishini hidoyat qilishi sen uchun qizil tuyalaring bo'lishidan ko'ra yaxshiroqdir. Ha, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Xaybar jangida
Ertaga bayroqni Alloh va rasulini sevuvchi, Alloh va rasuli ham uni sevuvchi insonga albatta beraman. Alloh g'alabani uning qo'li bilan beradigan insonga beraman dedilar. Odamlar bu haqida o'ylashga tushdilar. Alloh va rasulini sevgan va Alloh va rasuli ham uni sevgan bu kishi kim bo'ldi ekan deb gapira boshladilar. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u kishining iymoniga va Allohning vali bandalaridan ekanligiga guvohlik bergandilar. Odamlar bu haqida fikr yuritishga tushdilar. Ya'ni hammalari bayroq kimga berilishi, kim olishi haqida muhokama qildilar. Zero bu bayroqni olishni hamma orzu qilardi. Hatto Umar roziyallohu anhu ham men o'sha kundan boshqa biror kun amirlikni orzu qilmaganman deganlari rivoyat qilinadi. Uni orzu qilishlariga sabab bayroq oladigan kishining maqtalgani va Alloh huzuridagi martabasi bayon qilinib, Alloh uni sevishi, rasuli uni sevishi, u ham Allohni va rasulini sevishi aytilganidir. Tong otgach payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ali qani deb Ali ibn Abu Tolibni so'radilar. Ali roziyallohu anhu esa ko'zlari kasalligi sababli jangda qatnasha olmagan edilar. Sahobalar uning ko'zi og'riyapti deyishdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uni menga olib kelinglar dedilar. Uni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga olib kelishdi. U zot uning ko'zlariga tuflab duo qildilar. Shunda u kishining ko'zlari tuzalib, go'yo uning ko'zlari og'rimagandek bo'lib qoldi. Bu esa payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning karomatlari va mo'jizalari edi. Chunki u zot muborak inson edilar. U zotga Parvardigorimning salavot va salomlari bo'lsin. Keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam unga bayroqni berib aytdilar: shoshmasdan yurib, ularning maydoniga ohista tush. So'ngra ularni islomga da'vat qil. Boshqa bir rivoyatda Ali roziyallohu anhu Allohga qasamki, Alloh menga fathni, ya'ni g'alabani bergunicha ular bilan jang qilaman deganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam esa shoshmasdan ohista yurib, ularning maydoniga tush. Keyin ularni la ilaha illallohga chaqir deganlar. Bu esa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning naqadar rahmdil ekanliklarini anglatadi. Maqsad aslo jangu jadal emas, balki odamlarni islomga da'vat qilishdir. Agar ular islomga kirishsa, ularga qarshi jang qilishga hech qanday hojat qolmaydi. Shuning uchun ulamolar aytishgan: aslida jihod u bir vositadir. U asosiy maqsad emas. U faqatgina yagona Allohga ibodat qilishdek ulug' maqsadga erishish uchun bir vositadir. Burayda roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar: agar biror qal'ani qamal qilsang, ularni avval Allohdan boshqa haq iloh yo'q va Muhammad Allohning rasuli deb guvohlik berishga chaqir. Agar ular senga ijobat qilsalar, ularga hijrat qilishni buyur. Agar bosh tortsalar, ular xuddi arobiy musulmonlar kabi bo'ladilar. Ularga jangda qo'lga kiritilgan o'lchadan ulush yo'q. Agar ular shahodat kalimasini aytishdan bosh tortsalar, ulardan jizya talab qil. Agar itoat qilsalar, ularga teginma. Agar jizyadan ham bosh tortsalar, Allohdan yordam so'rab, ular bilan jang qil. Demak, jang qilish ularning islomga kirishdan yoki jizya to'lashdan bosh tortganlari uchun ularni islomga undovchi bir vositadir. Mana shu holatdagina jang qilishga ruxsat beriladi. Lekin jang asosiy maqsad emas. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Ali roziyallohu anhu ga shoshilmay ohista yur, ya'ni dastavval ularni islomga chaqir, zero biz ularni Allohning diniga kirishlarini istaymiz dedilar. Keyin u zot va ularning zimmasida Allohning qanday haqlari borligini ularga bildir. Allohga qasamki, sen tufayli Alloh bitta odamni hidoyatga boshlashi sen uchun qizil tuyalaring bo'lishidan ham yaxshiroqdir dedilar. Ha, qizil tuyalar o'sha paytda arablar juda yaxshi ko'rgan va qadrlagan eng qimmatbaho narsa edi. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam senga qizil tuyalaring bo'lishidan ham yaxshiroqdir deganlar. Allohul musta'an. Hadisdan olinadigan foydalar: Allohning diniga da'vat qilish Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashganlarning yo'lidir. Ixlosning ahamiyati, chunki ko'p odamlar haqqa chaqiraman deb o'z havoyi nafsiga chaqiradi. Basirat, ya'ni ochiq ravshan hujjatning farzligi. Tavhidning alomatlaridan biri Alloh taoloni har qanday yomonlik va haqoratlardan poklashidir. Shirkning yomonliklaridan biri u Alloh taologa nisbatan haqorat hisoblanishidir. Eng muhimi, musulmonni mushriklardan uzoqlashtirish, toinki shirk qilmasa ham ularga o'xshab qolmasligi uchun. Tavhidning eng avvalgi majburiyat ekanligi, tavhidni har bir narsadan, hatto namozdan ham avval boshlash lozimligi. Allohni yakkalashning ma'nosi la ilaha illalloh shahodati ekanligi
Ahli kitoblar, ya'ni nasroniy yoki yahudiylar ba'zan tavhidni bilmasligi yoki bilsa-da unga amal qilmasligi mumkinligi. Ta'limni bosqichma-bosqich olib borishga e'tibor berish. Muhimdan boshlab undan keyingisiga o'tish. Zakot beriladigan o'rinlar. Olim kishining o'rganuvchi kishidan shubhani ketkazishi. Zakotni odamlarning eng yaxshi mol-mulkidan olishdan qaytarilgani. Mazlumning duosidan qo'rqish. Mazlumning duosi Allohga to'siqsiz yetib borishi haqida xabar berilgani. Tavhidning dalillaridan biri payg'ambarlarning sayyidlari va avliyolarning peshvolariga yetgan mashaqqat, ochlik hamda vabolar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bayroqni Alloh va rasulini sevgan kishiga beraman degan so'zlari nubuvvatning alomati ekanligi. U zotning ko'zga tuflashlari ham nubuvvatning alomati ekanligi. Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhu ning fazilati. Sahobalarning o'sha kechada bayroq kimga berilishini anglashga intilishdagi fazilatlari va g'alabaning xushxabaridan chalg'ib qolganlari. Qadarga iymon keltirish, intilmagan unga erishishi va intilganga esa berilmasligi. Shoshilmay, ohista yurib bor degan so'zdagi odob. Jangdan oldin islomga da'vat qilish. Oldin da'vat qilingan bo'lsa, keyin qarshilik ko'rsatsa jang qilish joizligi. Ularga nimalar vojib ekanini xabar ber degan so'zdagi hikmat. Islomdagi Allohning haqlarini bilish. Bir kishining hidoyatiga sabab bo'lishning ajr mukofoti. Fatvoda qasam ichish. Alloh sizga yaxshilik ato qilsin ustoz. Muallif rahimahulloh aytadi: Tavhid va la ilaha illalloh kalimalarining tafsiri haqidagi bob. Alloh taolo aytadi: Ular iloh deb iltijo qilayotgan zotlarning o'zlari ham Robbilariga yaqin bo'lish vositasini izlaydilar. U zotning rahmatidan umidvor bo'ladilar va azobidan qo'rqadilar. Albatta Robbingizning azobi haqiqatdan ham qo'rqinchlidir. Ha, muallif rahimahulloh bu bob tavhidning tafsiri va la ilaha illalloh so'zining ma'nosi haqidadir demoqda. Ya'ni muallif rahimahulloh sizlarga tavhid nima ekanini va bu shahodat kalimasining ma'nosini tushuntiraman degan ma'noda bayon qilmoqda. So'ng Alloh taoloning quyidagi oyatini keltiradi. Ular iloh deb iltijo qilayotgan zotlarning o'zlari ham Robbilariga yaqin bo'lish vositasini izlaydilar. Bu oyatdagi ular degan so'zdan kofir kimsalar nazarda tutilgan. Kofir kimsalar esa turlicha bo'lib, ular turli xil narsalarga ibodat qiladilar. Biz avval ham aytganmiz, insonlarning sig'inmagan narsalari qolmagan, hatto shaytonga ham sig'inishgan. Demak, ular iloh deb iltijo qilayotgan zotlarning o'zlari ham Robbilariga yaqin bo'lish vositasini izlaydilar deganda, daraxt, tosh, osmon, yulduz, hayvon va hasharot kabi aqlsiz narsalar nazarda tutilmagan, balki bu yerda insonlar, farishtalar yoki jinlar kabi aql egalari nazarda tutilmoqda. Mushriklar Allohni qo'yib ularga sig'inadilar, ammo ular sig'inayotgan zotlarning o'zlari bunga rozi emaslar. Ular bunday holatga rozi bo'lmaydilar. Agar kimdir o'zini Allohdan boshqa iloh qilib olishlariga rozi bo'lsa, u ham bu oyatning ostiga kirmaydi. Chunki u Fir'avn va Namrud kabi o'ziga sig'inishga da'vat qilgan zolimlardandir. Ammo bu oyatda Allohning solih bandalari, payg'ambarlar, solih kishilar va farishtalar nazarda tutilmoqda. Chunki ular o'zlari ham Allohga yaqin bo'lishni, unga vosita izlashni xohlovchi bandalardir. Ular o'zlarini Allohga yaqinlashtiradigan amallarni qiladilar. Undan mag'firat so'raydilar, chunki ular ham Allohning bandalaridir. Shunday ekan, qanday qilib sizlar Allohni qo'yib, ularga ibodat qilasizlar deyilmoqda oyatda. Vasila so'zining ma'nosi insonni Allohga yaqinlashtiradigan vosita deganidir. Arab tilida vasila bu vasila, sin va sod bilan bir xil ma'noda ishlatiladi. Sin va sod harfi arab tilida bir-birining o'rnida ishlatilaveradi. Ma'no esa buzilmaydi. Ya'ni vasila Allohga olib boradigan, yaqinlashtiradigan sabab yoki amal. Demak, ular Robbilariga yaqinlashtiradigan vosita izlaydilar degani, ularni Allohga yaqinlashtiradigan yo'l, amal yoki sababni izlaydilar degan ma'noni bildiradi. Muallif rahimahulloh aytadi. Alloh taolo aytadi: Eslang, Ibrohim otasiga va qavmiga degan edi: Albatta men sizlar ibodat qilayotgan butlardan pokdirman, magar meni yaratgan zotgagina ibodat qilurman. Zero u meni albatta haq dinga hidoyat qilajak. Ha, Ibrohim alayhisalom ham o'z shariatlarida mana shu buyuk tavhidni olib kelgan edilar. U zot otalari va qavmlariga shunday dedilar: Albatta men
sizlar ibodat qilayotgan butlardan pokdirman. Magar meni yaratgan zotgagina ibodat qilurman. Chunki u kishining qavmi Allohga ibodat qilar, ammo shu bilan birga Allohdan boshqa narsalarga ham sig'inishardi. Odamlar 3 toifaga bo'linadi. Birinchisi, Allohni yagona haq iloh deb bilib, faqat unga ibodat qiladiganlar. Ikkinchisi, Allohni qo'yib, undan boshqa narsalarga ibodat qiladiganlar. Uchinchisi, Allohga ham va Allohdan boshqasiga ham ibodat qiladiganlar. Demak, Ibrohim alayhissalomning qavmi 3-toifadan bo'lgan. Ular Allohga ham va Allohdan boshqa narsalarga ham sig'inar edilar. Shuning uchun Ibrohim alayhissalom ularga: "Albatta men sizlar ibodat qilayotgan butlardan pokdirman, magar meni yaratgan zotgagina ibodat qilurman" deganlar. Bu oyatdagi illa so'zi yo istisno yoki ibtido, ya'ni jumlani yangitdan boshlab avvalgi jumladan uzilgan ma'nosida yoki lekin ma'nosida ham keladi. Lekin meni yaratgan zotgagina ibodat qilaman deganidir. U zotning qavmi haqida rivoyat qilinishicha, ular Allohga ibodat qilish bilan birga yulduzlarga ham ibodat qilganlar. Bu esa Makka mushriklarining holatiga o'xshash edi. Ular shuncha xudolarni bitta xudo qilib olibdimi? Haqiqatdan bu juda qiziq narsa deb aytishgan edi. Ular Allohning ilohligini inkor etishmagan, ammo u zotning ilohligini tan olish bilan birga u zotdan boshqa narsalarni ham iloh deb bilishgan. Shuning uchun Alloh ularning bu ishlarini qoralagan. Muallif rahimahulloh aytadi. Alloh taolo aytadi: Ular Allohni qo'yib o'zlarining donishmandlari va rohiblarini hamda Masih binti Maryamni parvardigor qilib oldilar. Ha, bu oyatning ma'nosi ular Alloh bilan birga olimlari va rohiblarini ham iloh darajasiga ko'tardilar, ya'ni u zot subhanahu va taologa shirk keltirdilar. Bu oyat ham avvalgi vasila oyatiga o'xshashdir. Agar ular o'zlariga iloh qilib olgan donishmand va rohiblar solih insonlar bo'lishsa, ular bu oyatda nazarda tutilganlar qatoriga kirishmaydi. Ammo agar ular solih bo'lmay boshqalarning o'zlariga ibodat qilishlariga rozi bo'lishsa, demak ular mazkur oyatda aytilgan mushriklardan bo'ladilar. Rivoyat qilinishicha, Adi ibn Xotim roziyallohu anhu islomni qabul qilmasdan avval yoki musulmon bo'lgandan keyin ushbu oyatni ular Allohni qo'yib o'zlarining donishmandlari va rohiblarini hamda Masih binti Maryamni parvardigor deb bildilar degan oyatni eshitib, "Yo Rasululloh, biz ularga ibodat qilmas edik-ku, qanday qilib Alloh bunday deydi?" degan. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ular sizlarga Alloh harom qilgan narsani halol qilib berar, keyin sizlar ham uni halol deb bilarmidingiz? Va Alloh halol qilgan narsani ular harom qilsa, sizlar ham uni harom deb bilarmidingiz?" dedilar. Adi ibn Xotim ha dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ana shu sizlarning ularga ibodat qilganingizdir" dedilar. Demak, oyatda aytilgan o'sha donishmand va rohiblarning solihlari ham bo'lgan. Bu haqda Alloh taolo shunday degan: "Ey Muhammad alayhissalom, siz mo'minlarga eng qattiq adovat qilguvchi odamlar yahudiylar va mushrik bo'lgan kimsalar ekanini ko'rasiz. Mo'minlarga do'st bo'lishga yaqinroq kishilar esa biz nasroniylarmiz degan kishilar ekanini ko'rasiz. Bunga sabab ularning orasida olimlar va rohiblar bor ekanligi va ularning kibr havo qilmasligidir." Yana bir oyatda bunday degan: "Ular payg'ambarga nozil qilingan narsani, ya'ni Qur'onni eshitgan paytlarida uning haq ekanini bilganlari sababli ko'zlaridan yosh quyayotganini ko'rasiz. Ular dedilar: Parvardigoro, iymon keltirdik. Endi bizni guvohlik berguvchilar qatoriga yozgin." Demak, ular payg'ambarimiz alayhissalomga nozil bo'lgan Qur'on oyatlaridan eshitganlarida ko'zlaridan yosh quyilardi. Shuning uchun ham agar ular solih bo'lib, o'zlariga boshqalarning ibodat qilishlariga rozi bo'lmasalar va bunga chaqirmasalar, ana o'shalar oyatda aytilganidek Allohga yaqin bo'lish uchun vasila izlaydigan kishilar toifasiga kiradilar. Agar Allohni qo'yib o'zlariga ibodat qilinishiga rozi bo'lishsa, zotan bundaylari juda ko'p, Alloh bunday bo'lishdan asrasin. Ular Allohdan boshqasiga ibodat qilganlarning gunohiga sherikdirlar. Muallif rahimahulloh aytadi. Alloh taolo shunday deydi: Odamlar orasida shunday kimsalar borki, ular o'zgalarni Allohga teng qilib, ularni Allohni sevgandek sevadilar. Ha, bu muhabbatdagi shirk deyiladi. Chunki biror kimsa yoki narsani Allohni sevgandek sevish mumkin emas. Ulamolar bu oyatni ikki xil tafsir qilishgan. Birinchisi, ular boshqalarni Allohni sevgandek sevadilar. Ya'ni aslida Allohni sevishlari kerak edi. Ikkinchisi, yoki ular Allohni ham, boshqalarni ham sevadilar. Natijada Allohga bo'lgan muhabbatlariga
u zotdan boshqasiga bo'lgan muhabbatini aralashtirib, uni shirkka aylantiradilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday deganlar: Kimda 3 narsa bo'lsa, u iymonning lazzatini totadi. Alloh va uning rasuli u uchun barcha narsadan sevimliroq bo'lsa. Shuning uchun inson Alloh taologa bo'lgan muhabbatda unga biror narsani sherik qilishi joiz emas. Zero Alloh taolo Qur'onda: Ey Muhammad alayhissalom, ayting, agar ota-onalaringiz, bolalaringiz, aka-ukalaringiz, juftlaringiz, qarindosh urug'laringiz va kasb qilib topgan mol-dunyolaringiz, kasod bo'lib qolishidan qo'rqadigan tijoratlaringiz hamda yaxshi ko'radigan uy-joylaringiz sizlarga Allohdan, uning payg'ambaridan va uning yo'lida jihad qilishdan suyukliroq bo'lsa, u holda to Alloh o'z amrini, ya'ni azobini keltirgunicha kutib turaveringlar. Zero Alloh bunday itoatsiz qavmni hidoyat qilmas deb marhamat qilgan. Bu oyat shuni bildiradiki, Allohni sevish barcha sevgi va muhabbatlardan ustun bo'lishi lozim. Hatto payg'ambarni sevish ham Allohni sevishga tobedir. Chunki faqat Allohning o'zigina o'z zoti uchun sevilishga loyiqdir. Allohdan boshqa narsalar yoki shaxslar o'z zotlari uchun emas, boshqa narsa uchun yaxshi ko'riladi. Lekin zotining o'zi uchun seviladigan zot yolg'iz Alloh subhanahu va taoloning o'zidir. Alloh sizga yaxshilik ato etsin ustoz. Muallif rahimahulloh aytadi: Sahih Muslimda kelgan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday deganlar: Kim Allohdan o'zga iloh yo'q desa va Allohdan boshqa ibodat qilinadigan narsalarga kufr keltirsa, uning moli va qoniga tajovuz qilish harom bo'ladi. Hisobi esa Allohga havola. Bu bobning tafsiri keyingi boblarda yanada kengroq bayon qilinadi. Kim la ilaha illalloh desa, Allohdan boshqa ibodat qilinadigan narsalarga kufr keltirsa, uning moli va qoni harom bo'ladi. Ya'ni u musulmon bo'ladi. Musulmonning qoni ham, moli ham haromdir. Ya'ni ularga tajovuz qilish man etilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonning hamma narsasi, qoni, moli va sha'niga tajovuz qilish musulmonga haromdir deganlar. Ba'zi odamlar munofiq bo'lishi ham mumkin-ku deyilishi mumkin. Lekin biz insonlarga ularning zohiriga qarab muomala qilamiz. Ularning ishlarini esa Allohga havola qilamiz. Alloh sizga yaxshilik ato etsin ustoz. Bu bobdan olinadigan foydalar. Eng muhim masala tavhid va shahodat kalimasining tafsiri. Muallif bu ma'nolarni bir nechta ochiq misollar bilan tushuntiradi. Isro surasining 57-oyati. Bu oyatda solih zotlarga sig'inib, ulardan yordam so'ragan mushriklarga raddiyalar keltirilgan. Bu oyatda bu ish eng katta shirk ekanligi ochiq-oydin bayon qilingan. Baroat, ya'ni Tavba surasi 31-oyat. Bu oyatda ahli kitoblar, ya'ni Yahudi va Nasroniylar Allohni qo'yib o'z rohiblari va ruhoniylarini parvardigor qilib olganlari bayon qilingan. Holbuki ular faqat yagona iloh bo'lgan zotgagina ibodat qilishga buyurilgan edilar. Bu oyatning tafsirida hech qanday tushunmovchilik yo'q. Ya'ni olimlar va ruhoniylarga ergashishga buyurilgani ularga ibodat qilish degani emas. Ibrohim alayhissalomning kofirlarga aytgan so'zlari. Eslang, Ibrohim otasiga va qavmiga degan edi: Albatta men sizlar ibodat qilayotgan butlardan pokdirman, magar meni yaratgan zotgagina ibodat qilurman. Zuhruf surasi 26-27-oyatlar. Ya'ni u zot ibodat qilinayotgan narsalar ichida faqat Parvardigori Allohni mustasno qilganlar. Alloh taolo mana shu voz kechish va do'st tutishni kalima-i shahodatning tafsiri ekanini zikr qilib, shunday dedi: U Ibrohim o'shani, ya'ni o'zining yolg'iz Allohga ibodat qilishi haqidagi so'zni o'zidan keyin keladigan zurriyot va avlodlari ham unga qaytishlari uchun o'z ortida qolguvchi so'z qildi. Zuhruf surasi 28-oyat. Yana Baqara surasida kofirlar haqida Alloh taolo ular jahannamdan chiquvchi bo'lmaydilar degan. Ular o'zgalarni Allohga teng bilib, ularni Allohni sevgandek sevadilar degan. Oyatga ko'ra ular Allohni juda qattiq sevsalar ham, lekin bu sevishlari ularning musulmon bo'lishiga yetarli bo'lmasligini Alloh bayon qilgan. Ularning holi shu bo'lsa, unda Allohdan o'zgalarini Allohdan ko'ra ko'proq sevadiganlarning holi nima kecharkin? Allohni sevmay faqat Allohdan o'zgani sevadiganlarning holichi? Ularning ahvoli nima bo'ladi? Shuningdek, payg'ambarimiz alayhissalomning kim Allohdan o'zga iloh yo'q desa va Allohdan boshqa ibodat qilinadigan narsalarga kufr keltirsa, uning moli va qoniga tajovuz qilish harom bo'ladi. Hisobi esa Allohga havola degan hadislari la ilaha illalloh kalimasining ma'nosini eng ochiq va ravshan tafsiridir. Chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallam bu kalimani til bilan aytishning o'zini insonning moli va qonini himoya qilishga yetarli demadilar.
Shuningdek, uning ma'nosini bilish va unga iqror bo'lishning o'zi ham, hatto yolg'iz Allohgagina ibodat qilishning o'zi ham yetarli demadilar. Balki insonning moli va qoni himoyalangan bo'lishi uchun u mazkur shartlarga qo'shimcha ravishda Allohdan boshqa ibodat qilinayotgan barcha narsalar, ya'ni tog'utlarga ham kufr keltirishi, ya'ni ularni rad qilishi shartdir. Shuning uchun u agar bu masalada shubhalansa yoki ikkilanib to'xtab qolsa, u holda uning moli ham, qoni ham himoyalanmaydi. Qarang, bu qanday buyuk va ulug' masala va bu bayon qanday aniq, ravshan va kuchli hujjat. Bu dalil har qanday e'tiroz bildiruvchini ojiz qoldiruvchi naqadar qat'iy isbotdir. Alloh sizni yaxshilik bilan siylasin, ustoz. Muallif rahimahulloh aytadi: baloni daf etish yoki ketkazish maqsadida halqa, ip va shunga o'xshash narsalarni taqish shirkdan hisoblanishi haqidagi bob. Alloh taolo aytadi: ayting, endi xabar beringlarchi, sizlar Allohni qo'yib duo iltijo qilayotgan butlaringiz, agar Alloh menga biron ziyon yetkazishni istasa, o'sha butlar u zotning ziyonini arita olguvchimilar? Yoki Alloh menga biron marhamat qilishni iroda qilsa, o'sha butlar u zotning marhamatini ushlab, to'xtatib qolguvchimilar? Ayting, menga Allohning o'zi yetarlidir. Tavakkul qilguvchi, suyanguvchi zotlar yolg'iz unga tavakkul qilurlar. Ha, bu bobda halqa, ip, shunga o'xshash narsalarni taqish, baloni daf etish yoki ketkazish niyatida qilinsa, shirk hisoblanishi haqida so'z boradi. Daf baloni kelishidan oldin uni to'sish va oldini olish. Raf esa balo kelganidan keyin uni ketkazishdir. Shuning uchun baloning oldini olish uni ketkazishdan ko'ra qiyinroqdir. Ya'ni daf saqlash, oldini olish va himoya qilish degani. Raf esa tuzatish va ketkazish demakdir. Biror kasallik yoki muammoning oldini olish esa uni davolash yoki ketkazishdan ko'ra yaxshiroqdir. Bu gaplarni aytishdan maqsad mazkur ish shirk, ya'ni kichik shirk ekanini bayon qilishdir. Ammo agar kishi bu narsalarning o'zida zarar yoki foyda berish qudrati bor deb ishonadigan bo'lsa, bu katta shirk bo'ladi. Agar uni shunchaki sabab deb bilsa-yu, lekin uni Alloh bu narsaga sabab qilib qo'ymagan deb hisoblasa, u holda bu kichik shirkdir. Alloh taolo yana aytadi: ayting, endi xabar beringlarchi, sizlar Allohni qo'yib duo, iltijo qilayotgan butlaringiz, agar Alloh menga biron ziyon yetkazishni istasa, o'sha butlar u zotning ziyonini arita olguvchimilar? Ya'ni ular hech qanday ziyonni daf eta olishmaydi. Chunki barcha ish Alloh subhanahu va taoloning qo'lidadir. Nuh alayhissalom ham qavmiga shunday degan edi: ey qavmim, agar sizlarga orangizda uzoq yillar yashab turganligim va Allohning oyatlarini eslatishim og'irlik qilgan bo'lsa, bilib qo'yinglarki, men Allohning o'zigagina suyandim, tavakkul qildim. Endi butlaringiz bilan birga xohlagan ishlaringizni qilaveringlar. Keyin qilayotgan ishlaringiz o'zlaringizga maxfiy bo'lib qolmasin. Ya'ni bemalol oshkor ish tutaveringlar. Men parvo qilmayman. So'ngra menga nisbatan xohlagan hukmingizni ijro etaveringlar va menga muhlat ham bermanglar. Yunus surasi 71-oyat. Chunki u kishi foyda va zarar faqat Allohning qo'lidaligini, u zotdan boshqa hech kim bunga molik emasligini yaxshi bilardilar. Zero har qanday holatda ham barcha ish Alloh azza va jallaning qo'lidadir. Alloh sizni yaxshilik bilan siylasin, ustoz. Muallif rahimahulloh aytadi: Imron ibn Husayn roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'liga misdan yasalgan halqa taqib olgan bir kishini ko'rib qolib, bu nima dedilar? U kishi al-wahina, ya'ni qo'lga tegadigan kasallikdan saqlaydi deb taqib olganman dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni yechib tashla, chunki u senga faqat zaiflikni ziyoda qiladi. Agar taqib olgan holingda o'lsang, aslo najot topmaysan dedilar. Bu hadisni Imom Ahmad rivoyat qilgan. To'g'rirog'i, vallohu a'lam, bu hadis Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan sobit emas. Uning sanadida uzilish va zaiflik bor, ammo uning ma'nosi to'g'ri. Ya'ni kim o'zidan zaiflikni ketkazish uchun biror narsa taqsa, u faqat o'sha narsaga bog'lanib qolishini kuchaytiradi xolos. Aslida esa Alloh taologa bog'lanish lozim bo'ladi. Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh Uqba ibn Omir roziyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda, kim tumor taqsa, Alloh uning ishini nihoyasiga yetkazmasin. Kim vadaa, ya'ni ko'zmunchoq taqsa, Alloh unga rohat va osoyishtalik bermasin deyilgan. Bu hadisda ham zaiflik bor. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan sobit bo'lmagan. Chunki roviylar orasida Xolid ibn Ubayd va Mishroh ibn Ahan kabi majhul va zaif kishilar bor. Boshqa bir rivoyatda kim tumor taqsa shirk keltiribdi deyilgan. Bu hadis ham ixtilofli. To'g'rirog'i, vallohu alam,
u hasan darajasiga ko'tariladi inshaalloh. Lekin tumor bu qo'lga yoki bo'yinga yoki boshqa joyga taqib olinadigan narsadir. Uni jamia ham deb atashadi. Inson unda o'zidan o'sha narsani ketkazish uchun ba'zi oyatlarni, hadislarni yoki duolarni yozib oladi. Ba'zi kishilar esa unga shirkiy narsalarni yozib olishadi. Shuning uchun hadisda kim tumor taqsa shirk qilgan bo'ladi deyilgan. Ulamolar tumorning holatiga qarab hukm qilinadi deyishgan. Agar u Qur'on oyatlari, hadislar yoki duolardan iborat bo'lsa, bu shirk emas. Lekin shunday bo'lsa ham odamlarga har xil shirkiy narsalarni yozib, bo'yinlariga taqib, shirk eshiklarini ochish ehtimoli bo'lgani uchun u taqiqlanadi. Shuning uchun tumor taqmaslik asl hukmdir va bundan man qilinadi. Agar kimdir Qur'on oyatlari, hadislar va zikrlar yozib taqib olsa, hech qisi yo'q. Agar u tushunarsiz, o'qib bo'lmaydigan yozuvlar, jinlarning nomlaridan iborat bo'lsa, bu aniq shirkdir. Alloh asrasin. Alloh sizni yaxshilik bilan siylasin ustoz. Muallif rahimahulloh aytadi. Ibn Abu Hatim rahimahulloh Huzayfa roziyallohu anhudan rivoyat qiladi. Huzayfa bir kishining qo'lida bezgakdan saqlanish uchun bog'lab olgan ipni ko'rib, uni uzib tashladi va quyidagi oyatni tilovat qildi. Ularning ko'plari Allohga faqat mushrik bo'lgan hollaridagina iymon keltiradilar. Ha, Huzayfa roziyallohu anhudan qilingan sahih rivoyatda u kishi bir bemorni ziyorat qilishga kirganida uning bilagidagi tumorni ko'rib g'azablandi va unga agar shu tumor taqib olgan holingda o'lsang, janozangni o'qimayman deb aytdi. Demak, inson bu narsalardan uzoq turishi kerak. Jumladan, bugungi kunda odamlar taqib oladigan bilaguzuk, ko'zmunchoq kabi narsalardan. Buning sababini so'rasangiz, u og'riqni ketkazadi yoki yengillatadi degan gaplarni aytishadi. Vaholanki bu tibbiy nuqtai nazardan ham ixtilofli masaladir. Agar bu bilaguzuklar odamlar aytganidek haqiqatdan ham ilmiy jihatdan tanadagi elektrni tartibga solishi isbotlansa, u holda tanasida elektr muammosi borlar uchun bu joizdir. Ammo agar bu masala isbotlanmagan bo'lsa va buni tasdiqlovchi ilmiy izlanishlar mavjud bo'lmasa, u holda bu shunchaki odamlar o'zlari tasavvur qiladigan xayolotlardan iboratdir. Bu holda u mutlaqo joiz emas va u haromdir. Chunki u sabab emas. Sabab yo shar'iy bo'lishi kerak, yo tajribadan o'tgan bo'lishi kerak. Bu turdagi bilaguzuklar esa tajribadan o'tgan emas, chunki tabiblar uni tasdiqlamaydilar. Garchi men ba'zi tabiblarning u tartibga soladi deganini eshitgan bo'lsam ham, lekin ulardan buni isbotlovchi ilmiy izlanishlar talab qilganda, ular bunday narsa yo'q deyishdi. Bu o'zi shundoq ham ma'lum narsa. Boshqa tabiblar ham bunday ilmiy izlanishlar yo'q deyishadi. Shunday ekan, bu masalada tibbiyot nima desa shu. Zero Alloh taolo Qur'onda agar bilmaydigan bo'lsangizlar, ahli ilmlardan so'ranglar degan. Agar u haqiqatdan ham davo ekanligi ilmiy jihatdan isbotlansa, xayolot emas, balki tanaga haqiqiy davo bo'lsa, u joizdir. Agar bu narsa isbotlanmasa va u faqat ruhiy narsa bo'lsa, agar uni taqsa ruhiy jihatdan yengillik his qilinsa, u holda bu shirkdir va uni yechib tashlash vojibdir. Hech qanday holatda uni taqish joiz emas. Alloh sizni yaxshilik bilan siylasin ustoz. Bugungi darsimizdan olinadigan foydalar: halqa, ip va shunga o'xshash narsalarni shu maqsadda taqishga nisbatan qattiq qaytarilgani. Hatto sahoba ham agar u narsa, ya'ni tumor taqqani holida vafot etsa, najot topmasligi. Bunda sahobalarning kichik shirk gunohi kabiradan ham og'irroqdir degan so'zlariga dalil bor. Johillik, ya'ni bilmaslik sabab uzr berilmasligi. Uning bu dunyoda foydasi yo'qligi, balki zarar berishi. Chunki u zot sallallohu alayhi vasallam uni yechib tashla. Chunki u senga zaiflikdan, kasallikdan boshqa narsani ziyoda qilmaydi deganlari. Bunday ishni qilgan kishiga nisbatan keskinlik bilan inkor qilish. Kim biror narsa taqib olsa, uning holi o'sha narsaga tashlab qo'yilishini ochiq aytilishi. Kim tumor taqsa shirk keltirilganligi ochiq aytilishi. Bezgak tufayli ip taqish ham shirk ekanligi. Huzayfaning oyatni o'qishi sahobalar katta shirkka oid oyatlardan kichik shirkka dalil olishlariga dalildir. Ko'z tegishiga qarshi ko'zmunchoq taqish ham shirk ekanligi. Tumor taqqan kishining ishini Alloh nihoyasiga yetkazmasligini va ko'zmunchoq taqqan kishiga Alloh xotirjamlik bermasligi, ya'ni Alloh undan yuz o'girishini so'rab duo qilinishi. Bismillahirrohmanirrohim. Barcha hamd va sanolar yolg'iz Allohgadir. Rasulullohga, u zotning ahli baytlariga, sahobalariga va ularga ergashganlarga salovat va salomlar bo'lsin. Allohim, bizni, ustozimizni, u kishining ustozlarini, ota-onalarimizni va barcha musulmonlarni mag'firat etgin. Allohumma amin. Shayx Muhammad ibn Abdul Vahhab rahimahulloh aytadi: Ruqya va tumorlar haqidagi bob.
Sahihaynda kelgan hadisda Abu Bashir Ansoriy roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning safarlaridan birida u zot bilan birga bo'lgan ekan. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam birorta tuyaning bo'ynida kirish ilgi yoki ilgi qoldirmay qirqib tashlansin deb odam yuborgan ekanlar. Kirish ilgi qurbonlikka atalgan hayvonlarning bo'yniga belgi sifatida ilingan kamon ipi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ruqiyalar, tumorlar va isitma sovutma qilishlar shirkdir deyotganlarini eshitdim dedi. Imom Ahmad va Abu Dovud rivoyati. Muallif rahimahullohning ruqiya va tumorlar haqidagi bob degani, ya'ni ularning hukmi haqidagi bob deganidir. Sahihaynda kelgan hadisda Abu Bashir Ansoriy roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning safarlaridan birida u zot bilan birga bo'lgan ekan. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam birorta ham tuyaning bo'ynida kirish ilgi yoki ilgi qoldirmay qirqib tashlansin deb odam yuborgan ekanlar. Bu hadisdagi yoki lafzi roviyning shubhasidan. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlaridan emas. Ya'ni roviy Nabiy sallallohu alayhi vasallam kamon toridan yasalgan ip dedilarmi yoki faqat ip dedilarmi deb shubhalangan. Bu esa roviylarning diqqat e'tiborli ekanini va ehtiyotkorligini anglatadi. Aniq eslay olmayapman. Shunchaki oddiy ip dedilarmi yoki kamon ipi dedilarmi degani. Shuningdek, Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Abdulloh, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ruqiyalar, tumorlar va isitma sovutma qilishlar shirkdir deyotganlarini eshitdim dedi. Bu hadisning sahihligi borasida ixtilof mavjud. To'g'rirog'i, u sobit bo'lmagan. Chunki unda Ibn Mas'udning ayoli Zaynabning jiyani bo'lgan bir kishi bor. Uning qanday odamligi ma'lum emas. Shuning uchun bu hadisga sahih deb hukm qilinmaydi. Bu hadis bir necha yo'l bilan rivoyat qilingan, ammo barchasida nuqsonlar mavjud. Muallif rahimahulloh aytadi. Abdulloh ibn Ukaymdan marfu holda rivoyat qilinadi. Kim biror narsani bo'yniga yoki qo'liga bog'lab olsa, o'sha narsaga topshirib qo'yiladi. Imom Ahmad va Imom Termiziy rivoyati. Bu hadisda Muhammad ibn Abu Laylo bor. U xotirasi zaif roviy bo'lgan. Shuning uchun bu hadis ham sahih emas. Ammo mazmuni to'g'ri, chunki bu ma'nolar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan kelgan boshqa sahih hadislar bilan tasdiqlangan. Alloh sizga yaxshilik ato qilsin, ustoz. Muallif rahimahulloh aytadi. Tamima bu bolalarga ko'z tegishdan saqlash uchun bo'yniga taqib qo'yiladigan narsadir. Ammo agar unga Qur'on oyatlari yozilgan bo'lsa, ba'zi salaf solihlar bunga ruxsat berganlar. Ba'zilari esa bundan qaytarganlar. Qaytarganlar orasida Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu ham bor. Ruqiya bu azaim deb ham ataladi. Ularning shirkdan xoli bo'lgan turlariga dalillar asosida ruxsat berilgan. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'z tegishi va isitma, ya'ni bezgakka qarshi ruqiyaga ruxsat berganlar. Ha, tamima bu bolalarga ko'z tegishiga qarshi taqiladigan narsadir, lekin ba'zida kattalar ham taqishadi. Bunday narsalar odatda ko'z tegishidan saqlaydi deb yozilgan Qur'on oyatlari yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarini o'z ichiga oladi. Uni bilak, bo'yin va boshqa joylarga taqishadi. Ulamolarning aksariyati bunday narsalarni man etganlar. Sababi bu eshik ochilsa, keyin sehrgarlar va bid'atchilar o'zlarining tushunarsiz yozuvlari, tilsimlari, jodularini tamima nomi bilan osib yurishlari mumkin. Shu sababli saddi zariya, ya'ni yomonlikka yo'l ochmaslik uchun oldini olish tamoyiliga binoan man qilingan. Ba'zi ulamolar esa bunga ruxsat berganlar. Masalan, Abdulloh ibn Amr ibn Os roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U zot bolalarga ba'zi Qur'on oyatlarini ular uni yodlab olishguncha taqib qo'yganlar. Shundan kelib chiqib, agar u narsalarda Qur'on oyatlari yoki sahih hadislar bo'lsa va ular haqiqatdan ham Qur'on ekanligiga ishonch komil bo'lsa, unda tahqirlanmaslik sharti bilan ruxsat berilishi mumkin. Ammo agar u narsalar tushunarsiz so'zlar, tilsimlar, jin chaqirish, jin ismlari yoki shunga o'xshash narsalar bo'lsa, u holda barcha ulamolar ittifoqi bilan bu harom hisoblanadi. Ruqiya esa insonga o'qiladigan narsalardir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari ruqiya qilganlar va u zotga ham ruqiya o'qilgan. Jabroil alayhissalom u zotni ruqiya qilgan. Oysha roziyallohu anha ham ruqiya qilganlar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Hasan va Husayn roziyallohu anhumoni ruqiya qilganlar. Demak, ruqiya joiz. Qur'on, hadis yoki duolar singari tushunarli so'zlar bilan bo'lishi sharti bilan. Ammo agar ruqiya tushunarsiz so'zlar bilan bo'lsa, bu joiz emas. Muallif rahimahulloh aytadi.
At-tivala bu ayolni eriga yoki erni ayoliga muhabbatli qilishni ko'zlab tayyorlanadigan sehrdir. Ha, tivala bu issiq sovuq deb ataluvchi sehrdir. Ya'ni odatan ba'zilarni bir-biridan ajratish yoki birlashtirish uchun ishlatiladigan sehr. Bu faqat er-xotin orasida emas, balki ba'zan ota-bola, ona-bola yoki aka-ukalar orasida ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun tivala bu odamlar orasini ajratish yoki yaqinlashtirish maqsadida tayyorlanadigan sehr bo'lib, issiq sovuq deb ataladi. Ya'ni birini boshqasidan sovutish yoki unga moyil qilish. Imom Ahmad rahimahulloh Ruvayfiy roziyallohu anhudan rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga shunday dedilar: "Ey Ruvayfiy, balki uzoq umr ko'rarsan, odamlarga yetkazgin. Kim soqolini tugib bog'lasa yoki bo'yniga kamon ipi bog'lab olsa yoki hayvon tezagi yoki suyagi bilan istinjo qilsa, Muhammad sallallohu alayhi vasallam undan begonadir." Bu hadisning sahihligi borasida ham ixtilof bor. Ba'zi ulamolar, masalan, Imom Navaviy zamondoshlaridan Shayx Alboniy rahmatullohi alayhlar uni hasan hadis deganlar. Boshqalar esa zaif deb topganlar. U hasan darajasiga yaqin, ammo to'g'rirog'i ko'pchilik ulamolar nazdida zaiflikka yaqin. Hadisdagi kim soqolini bog'lasa degani, ilgari odamlar xayolidagi ba'zi yomonliklardan saqlanish maqsadida soqollarini bog'lab qo'yishardi. Yoki bo'yniga kamon ipi bog'lab olsa degani, ya'ni o'zini saqlash yoki omad uchun ip yoki shunga o'xshash narsani taqib yurish, yoki hayvon tezagi yoki suyagi bilan istinjo qilsa degani esa, tezak bu uning najosatligi uchun poklanish mumkin emas. Suyak esa jinlarning ozuqasidir. Hayvon tezagi esa jinlarning hayvonlariga ozuqa yoki jinlar o'zlari yeydigan ozuqa. Umuman olganda inson hayvon tezagi bilan istinjo qilish joiz emas. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytadi: Nabiy sallallohu alayhi vasallam qazoy hojat qiladigan joyga kelib, 3 ta tosh olib kelishimni buyurdilar. Men 2 ta tosh topdim va 3-chisini qidirib topa olmadim. So'ng bir tezak topib olib, ularni u zotga keltirdim. Shunda u zot 2 toshni oldilar, tezakni esa otib yubordilar va bu chiqindi dedilar. Imom Buxoriy rivoyati. Shu sababli inson hayvon suyagi yoki tezagi bilan istinjo qilishi joiz emas. Said ibn Jubayrdan rivoyat qilinadi. U kishi kim bir insondan tamimani, ya'ni tumorni uzib tashlasa, bir qulni ozod qilgan bilan barobardir degan. Buni Imom Vakiy rivoyat qilgan. Ibrohim Naxai aytadi: Abdulloh ibn Mas'udning izdoshlari barcha tumorlarni, Qur'on yozilganini ham, Qur'ondan boshqa narsa yozilganini ham yoqtirmas edilar. Kim uni, ya'ni tumorni bir insondan uzib tashlasa, bir qulni ozod qilgan bilan tengdir. Ya'ni go'yo u uni do'zaxdan ozod qilgandek bo'ladi. Ya'ni Alloh uni uning qo'li orqali do'zaxdan najot bergan bo'ladi. Alloh sizga yaxshilik ato qilsin, ustoz. Bu bobdan olinadigan foydalar. Ruqya va tamimaning ma'nosi, tivalaning ma'nosi. Mazkur uchala narsa ham ruqya, tumor, issiq sovuq qilish hech qanday istisnosiz barchasi shirkdir. Ko'z tegishi va isitmadan saqlanish uchun Qur'on va duo bilan ruqya qilishga ruxsat qilingan, ya'ni bu shirkdan emas. Agar tumorga Qur'on oyatlari yozilgan bo'lsa, olimlar ixtilof qilganlar. U shirk hisoblanadimi yoki yo'qmi? Hayvonlarga ko'z tegmasin deb ip yoki kamon ipi bog'lash ham shular jumlasidandir. Ip bog'lab olgan kishiga qattiq ogohlantirish kelgani. Kim bir insondan tumorni uzib tashlasa, uning uchun ajr savob borligi. Ibrohim Naxaining so'zi, ya'ni barcha tumorlarni yoqtirmaslik oldingi ixtilofga zid emas. Chunki u Ibrohim Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhuning izdoshlarini nazarda tutgan. Alloh sizni yaxshilik bilan mukofotlasin, ustoz. Muallif rahimahulloh aytadi: daraxt, tosh va shunga o'xshagan narsalar bilan tabarruk qilish, barakat tilash bobi va Alloh taoloning: ey mushriklar, o'zlaringizcha sig'inayotgan sanamlaringiz Lot, Uzzo va yana uchinchilari bo'lmush Tuban, Manot haqida hech o'ylab ko'rdinglarmi? Oyati haqida. Najm surasi 19-20 oyatlar. Abu Voqid al-Laysi roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Biz endi musulmon bo'lgan vaqtimizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga Hunayn g'azotiga chiqdik. O'shanda mushriklarning bir sidr daraxti bor edi. Uning oldida ibodat uchun berilib o'tirishar va qurollarini unga osib qo'yishar edi. Uni Zotu Anvot, ya'ni narsalar osiladigan daraxt deb atashardi. Biz bir sidr daraxti oldidan o'tdik va
ey Rasululloh, xuddi ularning zot va anvoti bo'lganidek, bizga ham zot va anvot qilib bering dedik. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: Allohu akbar. Bu avvalgilarning yo'llaridir. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, xuddi Banu Isroil Musoga aytganidek so'z aytdingiz, deb quyidagi oyatni o'qidilar. Va biz Bani Isroilni eson omon dengizdan o'tkazdik. Shunda ular butlariga sig'inib turgan bir qavm oldidan o'tdilar va ey Muso, bizlarga ham ularning ilohlari kabi iloh yasab ber dedilar. U aytdi: albatta sizlar bilmaydigan qavmdirsizlar. Axir ularning ibodat qilib turgan narsalari yo'q bo'lguvchi, qilib turgan amallari esa botil-ku. A'rof surasi 138-139 oyatlar. Sizlar o'zingizdan oldingilarning yo'llarini albatta tutasizlar. Imom Termiziy rivoyat qilgan va sahih degan. Ha, muallifning daraxt yoki tosh va shunga o'xshash narsalar bilan tabarruk qilish degan so'zi, ya'ni buning hukmi qandayligi haqida degan ma'nodadir. Keyin u kishi Alloh tabaraka va taoloning: ey mushriklar, o'zlaringizcha sig'inayotgan sanamlaringiz Lot, Uzzo va yana uchinchilari bo'lmish Tuban, Manot haqida hech o'ylab ko'rdinglarmi degan so'zini zikr qildi. Bular johiliyat ahli ibodat qiladigan sanamlar yoki sanamlarning ba'zilari edi. Uzzo Makka ahli, ya'ni Quraysh ibodat qiladigan daraxt edi. Shuning uchun Abu Sufyon Uhud g'azotida musulmonlardan bir qanchalari o'ldirilgach, bizda Uzzo bor, sizlarda Uzzo yo'q deb Uzzo bilan faxrlangan. Manot va Lot bular ham sanamlardir. Manot Avs va Xazraj qabilalarniki, Lot esa Havozinniki edi. U bir qoya toshdan iborat bo'lib, ular Allohga ibodat qilish o'rniga unga ibodat qilar edilar. Odamlarning aqllari ajoyib va subhanalloh, kar soqov bo'lgan qoya toshga ibodat qilishadi. Ana ular esa daraxtga ibodat qilishadi. Aql qayerda qoldi? Hayron qolasan odam. Subhanalloh. Shuning uchun ham tavhid ne'matini bergan Alloh taologa cheksiz hamd va sanolar bo'lsin. Xolid ibn Valid Quraysh kofirlari haqida shunday deydi: bizni shunday kishilar boshqarar ediki, ularning aqllari vazminlikda tog'lardan og'ir kelardi. Ya'ni dunyoviy ishlarda aqllari tog'dek og'ir va salmoqli edi. Lekin bu o'rinda shirk masalasida ularda na tushuncha, na aql bor edi. Chunki ular foyda ham, zarar ham bermaydigan narsalarga ibodat qilishdek eng past darajaga tushib qoldilar. Sanamlar, toshlar, kar, soqov tosh, qattiq qoya Alloh taboraka va taoloni qo'yib shularga ibodat qilishadi. Bu juda ajablanarli ish. Abu Voqid al-Laysiyning hadisi ham shundandir. Ularning zot anvoti bo'lganidek bizga ham zot anvot qilib bering dedilar. Ular ham bu daraxt bilan tabarruk qilishni istashdi. Ular o'zlariga yangi iloh qilib berishni istashmadi, balki fe'lda, amalda o'shalarga o'xshashni xohlashdi. Lekin nima bo'lganda ham Nabiy sallallohu alayhi vasallam ularning bu ishlarini qoraladilar. Alloh sizni yaxshilik bilan mukofotlasin ustoz. Bugungi darsdan olinadigan foydalar. Najm surasi oyatining tafsiri. Ular talab qilgan ishning mohiyatini anglash. Ular bu ishni amalda qilmaganliklari. Ular buni Alloh yaxshi ko'radi deb o'ylab, shu orqali unga yaqin bo'lishni qasd qilganliklari. Agar sahobalarki buni bilmagan bo'lsalar, endi ulardan keyingilarning buni bilmay qolish ehtimoli yanada ko'proqdir. Ularda, ya'ni sahobalarda shunday hasanotlar va mag'firat va'dasi borki, ulardan boshqa hech kimga bunday mukofot berilgan emas. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ularni uzrli deb hisoblamadilar, balki Allohu akbar, bu o'tgan qavmlarning yo'llaridir. Sizlar o'zingizdan oldingilarning yo'llarini albatta tutasizlar degan so'zlari bilan ularga raddiya berdilar va mana shu 3 ta narsa bilan ularni qattiq koydilar. Eng katta masala va ko'zlangan asosiy maqsad u zot sallallohu alayhi vasallam ularning talabi xuddi Banu Isroilning talabiga o'xshash ekanini xabar berdilar. Ha, bu o'xshashlik aynan o'sha narsaning o'zi emas, balki u faqat bir jihatdan o'xshashlikdir. Har jihatdan emas. Bu xuddi Ali roziyallohu anhuning shaxmat o'ynayotgan odamlarni ko'rib, sizlar doimo cho'qinadigan bu haykallar nimasi? Ya'ni nega jonsiz haykallarga sig'inyapsizlar degan oyatni o'qiganlarga o'xshaydi. Vaholanki shaxmat o'ynayotganlar unga ibodat qilishmayotgan edi, lekin u kishi ularning bu ishini sanamlarga ibodat qiluvchilarning ishiga o'xshatdilar. Bu esa shaxmat o'ynayotganlar xuddi sanamga ibodat qiluvchilar bilan bir xil degan ma'noni anglatmaydi. Qolaversa, hadis-i sharifda kelganidek, aroqqa mukkasidan ketgan kishi agar tavba qilmasdan o'lsa, Allohning huzuriga butga sig'inuvchi kabi rovbaro bo'ladi degani, katta gunoh sodir etgan aroqxo'r butga ibodat qilgan kishi bilan barobar bo'lib qoladi degani emas. Balki qilayotgan ishi va xatti harakatdagi o'xshashlikdir. Ya'ni bu ham ma'siyat, gunoh, u ham ma'siyat. Ma'siyat aynan o'sha ma'siyatning o'zi degani emas.
Bu narsani inkor qilish la ilaha illallohning ma'nosidandir, garchi bu ma'no ularga nozik va maxfiy bo'lib qolgan bo'lsa ham. Fatvo berishda qasam ichish, holbuki u zot sollallohu alayhi vasallam faqat maslahat, ya'ni foyda uchungina qasam ichardilar. Shirkning kattasi va kichigi bo'ladi, chunki ular mazkur so'zlari bilan dindan chiqib qolmadilar. Ularning biz kufrdan endigina chiqqan edik degan so'zlari ulardan boshqalar buni bilishardi deganiga ishoradir. Ajablanganda takbir aytish, Allohu akbar deyish, buni makruh sanaganlarga xilof o'laroq. Sadduz zariya, yomonlikka olib boruvchi yo'llarni to'sish, johiliyat ahliga o'xshashdan qaytarilgani, ta'lim berish jarayonida g'azablanish joizligi, bu sunnatlar, ya'ni yo'llardir degan so'zlaridagi umumiy qoida. Bu esa nubuvvat alomatlaridan biridir, chunki bu narsa xuddi u zot xabar berganlaridek sodir bo'ldi, ya'ni bu ummat oldingi ummatlarning yo'liga ergashib ketdi. Qur'onda Alloh Yahudi va Nasroniylarni nima bilan yomonlagan bo'lsa, bu bizga ham tegishlidir. Ularning nazdida ibodatlarning asosi amr, ya'ni buyruq ekanligi qaror topgan edi. Shundan kelib chiqib, bunda qabrdagi savol-javobga oid masalalar bor. Robbing kim degani ochiq oydin, payg'ambaring kim degani g'ayb xabarlarini berish bilan bog'liq. Dining nima degani esa ularning bizga ham iloh qilib ber degan so'zlaridan olingan, chunki ular o'zlaricha din va ibodat joriy qilishni so'radilar. Vaholanki din Allohning amriga asoslanadi. Ahli kitoblarning yo'li ham xuddi mushriklarning yo'li kabi qoralangan. Qalbi o'rganib qolgan botil narsadan endi tark etgan kishining qalbida o'sha odatdan biror qoldiq qolmasligiga kafolat yo'q. Chunki biz kufrdan endigina chiqqan edik degan so'z, ya'ni ularning oldingi kufrdagi holatlari ularga ta'sir qilganini bildiradi. Shuning uchun ham ular kofirlarning o'sha daraxt bilan tabarruk qilishdek holatlarini eslab, shunday so'zni aytib yubordilar. Alloh sizni yaxshilik bilan mukofotlasin, ustoz. Allohdan boshqaga atab jonliq so'yish haqidagi bob. Alloh taoloning: "Ey Muhammad alayhissalom, ayting: albatta namozim, ibodatlarim, ya'ni qiladigan qurbonliklarim, hayot va mamotim butun olamlarning parvardigori bo'lmish Alloh uchundir. U zotning bironta sherigi yo'qdir. Men mana shunga, ya'ni yagona Allohga ixlos ibodat qilishga buyurilganman va men Allohga bo'ysunuvchilarning avvalgi peshqadamiman. Va shunday ekan, Robbingizga namoz o'qing va jonliq so'yib qurbonlik qiling" oyatlari haqidagi bob. Ali ibn Abu Tolibga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizga sir qilib aytgan narsani bizga aytib bering deyishdi. U kishi shunday dedi: "U zot menga biror narsani odamlardan berkitib, sir qilib aytmaganlar. Lekin u zotning Allohdan boshqaga atab qurbonlik qilganni Alloh la'natlasin. Bid'atchiga boshpana berganni Alloh la'natlasin. Ota-onasini la'natlaganni Alloh la'natlasin. Belgini o'zgartirganni Alloh la'natlasin" deganlarini eshitganman. Imom Muslim rivoyati. Ha, Allohdan boshqaga atab jonliq so'yish haqidagi bob degani, ya'ni buning hukmi haqidagi bob deganidir. Alloh taboraka va taolodan boshqaga atab jonliq so'yish, agar o'sha unga atalgan shaxs yoki narsani ulug'lash va yaqinlik hosil qilish niyatida bo'lsa, xuddi johiliyat ahlining nusub, ya'ni but sanamlarga atab so'ygan jonliqlari kabi haromdir. Alloh taolo aytadi: "Sizlarga o'laksa, qon, to'ng'iz go'shti, Allohdan boshqa birovning yo'lida so'yilgan narsa, bo'g'ilib o'lgan, urib o'ldirilgan, baland joydan qulab o'lgan, boshqa biron hayvon bilan suzishib o'lgan va yirtqich hayvon tishlab o'ldirgan hayvonlar harom qilindi. Magar bu jonivorlarni joni chiqmasdan turib so'yib yuborishga ulgurib qolgan bo'lsangiz, haloldir. Yana sig'inish uchun tiklab qo'yilgan butlarga atab so'yilgan hayvonlar go'shtini iste'mol qilish va fol cho'plardan qismatingizni so'rashingiz ham sizlarga harom qilindi. Zotan, bu ishlaringiz itoatsizlikdir." Moida surasi 3-oyat. Nusub degani Allohni qo'yib unga ibodat qilinadigan but sanamlardir. Mushriklar kelib ularga yaqinlik hosil qilish uchun ularga atab jonliq so'yishardi. Kimki Alloh taboraka va taolodan boshqa narsaga atab unga yaqinlik hosil qilish niyatida jonliq so'ysa, bu katta shirkdir. Ammo Allohdan boshqaga atab so'yish agar yaqinlik hosil qilish maqsadi bo'lmasa, masalan, uning oldiga mehmon kelganida yoki shunga o'xshash holatda so'ysa, bu joizdir. Agar u bu ish bilan o'sha mehmonlarga yaqinlik
yemakni qasd qilmagan bo'lsa, balki hurmat qilib, mehmon qilish uchun so'ygan bo'lsa, bu joizdir. Bunda hech qanday ayb yo'q. Aksincha bu izzat, ikrom hisoblanadi. Demak, agar mehmonlar uchun jonliq so'ysa, bu shariatga muvofiqdir. Jonliq so'yishdan asl maqsad inson u bilan Alloh taboraka va taologa yaqinlashtirishni iroda qilishligidir. Buning esa bir qancha joiz yo'llari bor. Jumladan, Alloh taoloning shunday ekan, Robbingizga namoz o'qing va jonliq so'yib qurbonlik qiling degan so'zi yoki albatta namozim, ibodatlarim, ya'ni qiladigan qurbonliklarim, hayot va mamotim butun olamlarning parvardigori bo'lmish Alloh uchundir degan oyatlardagi jonliq so'yish bir nechta ko'rinishda namoyon bo'ladi. Ya'ni Alloh taboraka va taolo uchun so'yilgan aqiqa, qurbonlik, hadi, hajdagi qurbonlik, nazr va fidya kabi turlarda bo'ladi. Inson bularni so'yish bilan Allohga yaqinlashadi. Fidya bundan mustasno bo'lsa ham, u ham nuqsonni to'ldirgani uchun Allohga yaqinlikdir. Nuqsonni to'ldirishdir. Inson ushbu so'yish bilan Alloh taboraka va taologa yaqinlashadi. Ali roziyallohu anhuning Rasululloh menga 4 kalimani aytib berdilar. Allohdan boshqaga atab jonliq so'yganni Alloh la'natlasin degani bu ishning gunohi kabiralardan ekanligiga, balki Alloh taboraka va taologa shirk ekanligiga dalolat qiladi. Ota-onasini la'natlaganni Alloh la'natlasin deyildi. Chunki ota-onaning inson zimmasida ulkan haqqi bor. Inson shu darajadagi ko'rnamaklik va oq bo'lish darajasiga chiqadiki, Alloh saqlasin, ota-onasini la'natlashga, ularni haqorat qilishgacha boradi. Bid'atchiga boshpana berganni Alloh la'natlasin deyildi. Bid'atchi, ya'ni jinoyatchi, kim uni shariat belgilagan jazodan qutqarish uchun yashirsa, u ham la'natlangan. Ammo agar uni mazlum bo'lgani uchun himoya qilsa, aksincha bu uchun ajr oladi. Lekin maqsad shuki, u jinoyatchidir, jazoga loyiqdir. Kim uni jazodan saqlab qolsa, yashirsa yoki o'z kuchi bilan himoya qilib, falonchi mening himoyam ostida, unga hech kim yaqinlasha ko'rmasin desa, bu Allohga dushmanlik qiluvchi va Allohning hududlarini joriy qilishga to'sqinlik qiluvchidir. Belgini o'zgartirganni Alloh la'natlasin deyildi. U shunday kishiki, qo'shnisining yerini o'g'irlab, o'z yeriga qo'shib oladi. Xuddi yonma-yon turgan ikki kishidan biri ikkinchisining yeridan bir qismini olib, o'z yeriga qo'shib olgani kabi. Bu ma'lum bir yerning belgilarini, ya'ni chegaralarini o'zgartirib qo'ygan bo'ladi. Alloh sizni yaxshilik bilan mukofotlasin ustoz. Muallif rahimahulloh aytadi. Toriq ibn Shihobdan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: bir kishi bir pashsha sababli jannatga kirdi, yana bir kishi esa bir pashsha sababli do'zaxga kirdi. Ular: "Ey Rasululloh, bu qanday bo'ldi?" deb so'rashdi. U zot aytdilar: ikki kishi bir qavm oldidan o'tishdi. Ularning bir sanami bor edi. Hech kim unga atab bir narsa qurbonlik qilmasdan uning oldidan o'ta olmasdi. Ular, ya'ni o'sha qavm birinchi kishiga qurbonlik qil dedilar. U qurbonlik qilishga menda hech narsa yo'q dedi. Ular, mayli, hech bo'lmasa bir pashsha bo'lsa ham qurbonlik qil dedilar. U bir pashshani qurbonlik qildi, ular esa uni qo'yib yuborishdi. Shunday qilib, u do'zaxga kirdi. Ikkinchi kishiga esa qurbonlik qil dedilar. U, men Alloh azza va jalladan boshqa hech kimga hech narsa qurbonlik qilmayman dedi. Uning boshini tanasidan judo qilishdi va jannatga kirdi. Imom Ahmad rivoyati. Bu hadisda ikkita muammo bor, matnida va ma'nosida. Matniga kelsak, uni Toriq ibn Shihob rivoyat qilgan. Uning sahobiyligi borasida ixtilof bor. U sahobiymi yoki yo'qmi? To'g'rirog'i, u sahobiy emas. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan hech narsa eshitmagan. Agar shunday bo'lsa, u kishi tobiinlardan. Ba'zilar esa uni sahobiy degan. Keyin unda Sulaymon ibn Mehron al-Amash rahimahullohning an'anasi, roviylar silsilasidagi uzilish ehtimoli bor. Shuning uchun hadis Nabiy sallallohu alayhi vasallamgacha sahih emas. Ba'zilar uni Salmon Forsiyning so'zlari, ya'ni mavquf deganlar. To'g'rirog'i shuki, agar farazan Salmon roziyallohu anhu dan sahih bo'lgan taqdirda ham, u uni ahli kitoblar, ya'ni Yahudi yoki Nasroniylardan olgan. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan eshitmagan. Shunday qilib, u sahobiyning so'zi bo'ladi yoki ahli kitoblarning rivoyatlaridan bo'ladi. Ma'nosiga kelsak, nima bo'lsa ham qurbonlik qil degan so'zdan ko'rinib turibdiki, u kishi tahdid ostida qolgan. Inson bunday tahdid ostida bo'lsa va o'lim xavfi bilan Allohdan boshqaga qurbonlik qilsa, u mukrah, ya'ni majburlangan hisoblanadi. Majburlangan kishi bu ishga majburlansa, uzrli hisoblanadi. Faqat majburlangan bo'lsa-yu,
qalbi iymon bilan xotirjam bo'lgan kishi bundan mustasno. Bu holatda u uzrlidir. Nima bo'lganda ham hadis sahih emas. Lekin bundan maqsad shuki, inson Alloh tabaraka va taolodan boshqaga atab qurbonlik qilishi joiz emas. Faqat majburlash darajasiga yetib borsa, joiz bo'lishi mumkin. Chunki ba'zi sahobalar roziyallohu anhum Quraysh kofirlari tomonidan azoblanishgan. Hatto ulardan biri oldidan sassiq qo'ng'iz o'tib ketganida, bu sening Robbingmi deyishgan. U, ha, Robbim, faqat meni tinch qo'yinglar degan. Shu darajada ularga azob berishardi. Maqsad shuki, inson majburlanish darajasiga yetib kelsa, unga hech qanday ayb yo'q. Ammo bundan past darajada bo'lsa, itoat qilish joiz emas. Alloh sizni yaxshilik bilan mukofotlasin ustoz. Bugungi darsimizdan olinadigan foydalar. Albatta namozim, ibodatlarim, ya'ni qiladigan qurbonliklarim, hayot va mamotim butun olamlarning parvardigori bo'lmish Alloh uchundir degan oyatning tafsiri. Shunday ekan, Robbingizga namoz o'qing va jonliq so'yib qurbonlik qiling degan oyatning tafsiri. Allohdan boshqaga atab jonliq so'yganni la'natlashdan boshlash joizligi. Ota-onasini la'natlaganning la'natlanishi, jumladan sen bir kishining ota-onasini la'natlasang, u ham senikini la'natlashi. Bid'atchi, jinoyatchiga joy berib himoya qilganni la'natlanishi. U shunday kishiki, Allohning haqqi bo'lgan jazoni talab qilinadigan gunohni sodir etadi va uni qutqaradigan kishiga yordam so'rab boradi. Yerning belgilarini o'zgartirganni la'natlanishi. U yerda sening haqqing va qo'shnining haqqini ajratib turuvchi belgilar bo'lib, ularni oldinga yoki orqaga surib o'zgartirishi. Muayyan aniq ismli kishini la'natlash va gunohkorlarni umumiy ravishda la'natlash o'rtasidagi farq. Ushbu ulug' qissa, ya'ni pashsha qissasi. U kishining o'zi qasd qilmagan, balki ularning yomonligidan qutulish uchun qurbonlik qilgan o'sha pashsha sababli do'zaxga kirishi. Mo'minlarning shirkdan saqlanishga haris ekanliklari. Ikkinchi kishi o'ldirilishiga qanday sabr qildi? Ular faqat zohiriy amalni talab qilganlarida ham ularning talabiga rozi bo'lmadi. Do'zaxga kirgan kishining musulmon ekanligi, chunki agar u kofir bo'lganida bir pashsha sababli do'zaxga kirdi deyilmasdi. Ushbu hadisda boshqa bir sahih hadisga dalil bor. Jannat sizlardan biringizga poyabzalining bog'ichidan ham yaqinroqdir. Do'zax ham xuddi shunday. Hatto sanamlarga ibodat qiluvchilar huzurida ham qalb amali eng asosiy maqsad ekanligini bilish.